Kim kunini o'tkazsa, kechgacha yurdi ko'chada, halol talabida. Kech kirganda Alloh taoloning gunohlarini kechiradi. Halol topaman deb yurib charchab keldimi uyga, Alloh taolo shu bandani shu kunga qilgan gunohlari bo'lsa kechirdi. Aytdiki, Alloh hech kimning qilgan solih amalini zoya qilmaydi. Alloh taolo o'zi bilgan hikmati uchun qarangda, halol pul topishning yo'llari qiyin. Halol topaman desangiz ancha mehnat mashaqqatga kirasiz. Ammo haromning yo'li juda ham oson. Harom pul topaman desangiz yo'li ko'p. O'g'irlik qilasiz, tarozdan urasiz, stol bilan shug'ullanasiz. Juda oson. Ana sinov birodar. Mo'min Allohga itoat qiladi va ikkilanmaydi. Albatta oxirgi nima bo'ladi? Foyda bo'ladi.